Assalomu alaykum jigarlar, yaxshimisizlar? Tuzingmisizlar? Mana Andijonda Xiraver soyida mana komfortli joylar qilib qo'ygan ekan. Birma-bir tanishtirib o'tib ketamiz. Operator keling. Mana bu yerda 14 kishi, 15 kishi. Qaranglar mana ventilyatorga da qilib qo'yibdi. Akalar eng qiziq tarafini aytaylikmi? Choy sizga kerakmi? Paloncha choy demaysiz. Mana. Tipa Beydan suv mana ichimlik suvi, ko'k choy, pamli choy. Eng qizig'i idish apki, mana idish. Osh qilmoqchimisiz? Keling operator. Nima deyapti mana? Shashlik qilmoqchimisiz? Mangalda, misol uchun, shashlik ko'raga hamma yo'l mavjud. Sizlar nima ketadi? Dam olasiz, xohlagan ovqatingizni qilasiz. Xohlasangiz mangalda shashlik qilasiz, barbekyu qilasiz, osh qilasiz, qozon kabob. Jas ketsangiz soyga ham tashlab olasiz. Do'stim ko'rsatib qo'ying.